Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytib qo'ydi, ayatul munafiqi thalath, şunniqta munafiqning de bor sifatlari alар ishav de. İkinci hadiste dört sifatını keltiriladi. İza haddasa kazaba ve iza vaada akhlafa ve iza tumina khana. Yoki ve iza ahada gadara ve iza vaada akhlafa ve iza khasama fajra. Bu barcha sifatlar jamoat amanatni buzuv negizine keltiriladi. Söylese yolg'onni, amanat topshirsan amanatni o'tamay, va'da bersa va'dasida turmay, kelishuv tuzilsa kelishuvini o'tamay, hamda va'da xosima fajra, agarda sen bilan bahslasha boshlasang, ul turli qabahat so'zlar bilan, makrlik bilan o'zining so'zi ustun bo'lsin deb, endi aqru bo'lsin, qishqiru bo'lsin mekan, makrlik bo'lsin mekan, o'zining so'zini ustga chiqarga tirisha, faqat shu bahsda jengib chiqarishingina. Qadrli jamoat, Alloh subhanahu va taolo sifatli nifaq degan tushunchada bo'lgan kishilarning yuraklarini fi qulubihim marad fa zadahumulloh marada, hamda ularning yuraklarida bor shir, nifaq shiri, ikkiyuzlik shiri, hamda bilgiz, agarda u ko'ngilga kira boshlasa, Alloh subhanahu va taolo shu shirga qarata tag'inda shirni o'sti. Ularning shubhalari kita din masalasida, shubhalari kita Alloh turunda, shiklanuvlar kita Peygamber Muhammed Mustafa sallallohu alayhi vasallamning to'g'riligida, payg'ambarligida, andan so'ng sahobalarga qo'llarini suza boshlaydilar. Nechik ana biz ko'ramiz, qayr vaqtni kishilar orasida, musulmonlar orasida endi til tish tidira boshlagan boshqa olimlarga, til tish tidira boshlagan mazhablarning boshliqlarına, til tish tidira boshlagan sahobalarga, hadislarni yetkazuvchilarga, til tish tidira boshlagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislari sunnatga kerak tugul deb hatto aytuvchilar bor. Qoyinbirlikqa kela bir shir ikkinchi shirni o'z ustine. Qadrli jamoat, mu'min musulmonlar, albatta munofiqlik ul yomon shir. Hamda nafaqa degan so'z ali ul g'arab tilidan tonil deb de tarjima etiladi. Yimram deb de tarjima etiladi. Yimran kim ul jamoat? Senin qarshingda shu teshikka kirib ketdi, sen o'lis u bilan shushunda yo'q, ul tegi teshikdan chiqib, endi qochgan, alla qochgan. Sen o'lisa munofiq, sening qarshingda bosib turmay, musulmon bosib turadi. Mana ul qardoshimiz deb, sen amanat topshirasan, yoki oqshasini burishqa berasan, sen ham kelishuv tuzaysan, lekin ul kelishuvni o'tamiy sifatlari o'shda. Qadrli jamoat, imonli kishi bu masaladan yiroq bo'ladi deyish. Hamda hech shaksiz Alloh subhanahu va taolo bizni yomon sifatlardan saqlasin. Bir yoqdan iman Allohni tanuv, shariatni bilan tanishuv, Qur'on bilan tanishuv, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tanishuv uzr Allohdan bir rahmati hamda ne'mati. Lekin de aning qarshida bir javoblik, imonning ikkinchi yog'i kafirlik tugul jamoat, munofiqlik. Shu sababdan sahobalar munofiqlikdan qo'rqqanlar, shu munofiqlik hissi ularning yuraklarına kirmasin deb. Hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri şulayıq kishi munofiqlikning bir sifatini aytib ko'rganlar, hatto zo'r munofiqlikning da sifatini aytib ko'rganlar. Agarda kishi ertangi namozda masjidda bo'lmasa, agarda biz shu qoidaga qarab o'zimizni sifatlasak jamoat, ko'pimiz iymon ahllari ertangi namozni masjidda o'qimaymiz jamoat. Albatta uyimizda turamiz, o'qiymiz, tahoratdan olamiz. Alloh o'zi qabul etsin. Lekin de buna sahabeler derecesinden biz nihatlik yiroq ekanimizni biz ko'rgan mumkinmiz. Nihatlik Allah o'zine qarata talabchan kelganlar, talabchan bo'lganlar jamoat. Shunlarda hech shaksiz har bizga Alloh subhanahu va taolo tavfiq, iymon bilan inshoollik bersin, munofiqlikdan saqlasin. Shuluq vaqtda kishini munofiq deb dashu jamoat bizga tiyila. U kishini kafir deb dashgan ravishda bir ting bo'lib turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi, agarda kimnida bo'lsa bir imonsizlik bilan, kufrlik bilan g'ayib etsangiz, yoki sizni so'zni angar borib erishadi, agarda u haqli bo'lmasa shu sizga
aytishiga kerak qayta. Chunki biz bir kimningda ko'ngilin ochib qoray olmaymiz. U musulmonmi yoki musulmon tugilmi? Munofiqmi yoki munofiq tugilmi? Sifatlar ul jamoat anlatilgan bizga hadislarda va oyatlarda biz ana ishlamasin uchun, kishidan talab etirish tugil jamoat. Shunlarda hech shaksiz agarda biz kimni da bo'lsa oshiqdan oshiq gunoh qiluvchilarni ko'rsak, yolg'onchilarni ko'rsak, biz ayta olamiz, fosiq, gunoh qiluvchi, oshiqdan oshiq. Ya'ni gunohli kishilar deb aytirganmiz. Lekin de imansizlikda, kufrlikda, munofiqlikda ularni g'ayiblarga jamoat ul nohaq so'z bo'lib turadi. Shunlik vaqtda da qadrli jamoat bor shunday kishilar qo'ysalari ko'nglinda Allohga ishonib yashay. Namozini o'tamay, lekin de payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabul etib, payg'ambar etib, musulmon etib o'zini qabul etdi. Lekin bizning orabizda o'zini musulmon etib ko'rmagan. Bizda ularni iymonsizlar deb aytmaymiz. Ularga musulmon hukmi tarala inshaalloh taala. Qadrli jamoat, bizdan inshaalloh tarixchilik, izgilikda hamda amallarimizni tuzuk qiluvda ham Alloh qarshısında ko'nglimiz chista bo'luni. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizning tishimizda da, so'zimizda da bo'lgan ishlarni bila ko'ra, lekin de shu vaqtda ko'nglimizda bo'lgan tilaklarimizni da oshiqdan oshiq Allohga mag'lum bo'lib turadi. Fasallallohu alayhi xalq Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.